Ma'lum bo'ldiki, men aslida uylangan ekanman va u juda ham go'zal va beg'ubor ko'rinar ekan. Ammo u juda ham chiroyli. Aslida u menga shu ko'rinishida turmushga chiqarmagan. Aslida muammo shu. Undan ham kattaroq muammo u hali ham o'rta maktabda o'qir ekan. Odam ham shunchalik ahmoq bo'lishi mumkinmi? O'rta maktabda xotinim bilan hayotim. Qandli diabet. Meni ismim Hyun Sang Hyun. Bu baqirayotgan odam ismi esa Hyun Chanwon, ya'ni manada. Agar qoningizda 150 gramm shakardan o'tib ketgan bo'lsa, siz to'g'ri ovqatlanishingiz kerak edi. Sen haqiqatan ham meni o'g'limligingga ishonasanmi? Meni qandli diabetim 150 daraja bo'lsa ham men zaiflashib qolganim yo'q. Ammo oilamizdagi vaziyatni hisobga olsak, qandli diabet kasalligiga uchrashim sababi sensan. Nima dedingiz? Bunga qarang, hatto muzlatkichimiz ham. Hatto nonushtamimiz ham yarim tayyor ovqatlar. Agar oilamizda ayol kishi bo'lganida, endi oxiri men o'ylayman. Agar o'zingiz o'ylasangiz yaxshi. Xizmatkor ayol yollashimiz mumkin, lekin uy bekasi kerak bo'ladi. Bizga onangga o'xshagan uy bekasi kerak, lekin u odam kim bo'ladi? Nima uchun yana uylanmaysiz? Men qayta uylanish xohlamayman. Onang men uchun bir donagina xolos. Chunki meni yuragimda faqatgina bir dona ayolga joy bor. Chunki men u bilan haligacha do'stman. Shuning uchun boshqalarga qarolmayman. Dada, qisqasi men sizni yomon ko'raman. Bu yurak toshib bo'ladimi yo'qmi menga baribir. Sen o'g'lim bo'lishdan tashqari hatto odammassan, parazit. Shuning uchun men oxirgi paytlarda ko'p o'yladim.